Sizlar ham qanaqa mashinaligiga qiziqyapsizlarmi? Bitta like bossanglar, hozir полный обзорni qilib beraman. Bo'lmasam ketdik. Hoppa. Mana 223 dodasi bo'ladi. Sifatlari moshni 4 ta motorli, rezina balonli bo'ladi. Teshilgan, yorilgan, unaqa muammoli bo'lmaydi. Emblemalarigacha buni. Mana qaranglar, odam o'zi ham haydagisi kelib ketadi buni ko'rib borib. Ichlari oppoq salonli. Amalaga endi poliklarga. Sizlarga yoqib ko'rsatib beraman. Salonlarigacha yonadi. Eshiklari ochiladi. Ikkala tomoni ham. Eshiklari ham juda ham qalin. Zo'r mashinada. Maza qilib farzandinglar uchadi. Bu funksiyasini ham bitta ko'rsatib o'tmasam bo'lmas edi. O'zingizlar baho beringlar. Ba'zi bakoylargacha yonadigan 223 Mercedes. Bu mashinamizni hamma funksiyalarini pultda o'zidan boshqarsangiz bo'ladi. Qalay bunisiga endi. Endi buni narxiga keladigan bo'lsa, Little Int obunachilari uchun skidkada 2 million qilib beramiz. Dastavka xizmatlari mavjud. Direktdan yo'lmasam telefon orqali murojaat qilinglar, yetkazib ham beramiz.